Xo'p. Siz ismingiz kim? Muhriddin. Muhriddin aka? Body kamerangiz yo'q, sizni o'zi tanishtirganingiz ham yo'q menga. Hujjatlar oldi. Hujjatlarni berasizmi, bermaysizmi? O seni hujjating bera. Yo'q, siz oldingiz-ku mendan hujjatim, to'g'rimi? Berasizmi, bermaysizmi debman-da. Bermaysiz. Hujjatlarni so'rayapman, berasizmi, bermaysizmi debman. So'ra. Yo, mayli, syomkani olib kelishni kutib o'tirmayman-ku men aka, to'g'rimi? O'tirmaysiz? Ha. Gani planshetda bo'lsa, tekshirsin aka. Meni protokolni qilib bersin. Mayli, qoida buzgan ko'rdingizmi? Yo, sen bizga aytyapti, biz. Bo'ldi, aytgan bo'lsa aka, o'sha odam kelsin yoki syomkani tashlasin, jarim yozib bersin akajon. Bo'ldi aka. Bo'ldi, endi Telegramdan tashlab berishni kutib o'tiramizmi biz? Nima uchun kutib turamiz? Hujjatlarni berasizmi yo'qmi aka? Hujjatingizni bermayman. Qoida buzarib Bermaysiz. Siz ham bermaysizmi aka? Chaqiring xodimlarni. Ketdik bobur aka. Prokuraturaga beramiz hujjatlar. Aka, sizni body kamerangiz ham yo'q, sizni ruxsatingiz kerak emas menga.